12 yillik sabrlarni mevasini Allohim yetkazib turibdi, oxiri bilan yetkazsin. 2022 kelgansiz, 9-10 yillik biz qo'ydi. Bu ikkinchi turmushingiz. Shuncha vaqt mobaynida mana bepushtlik bo'ldi. Birinchi turmushingizda adashmasam bitta homiladorlik bo'lib tuqqansiz, ammo shu baxtsiz hodisa sababli bolalik chog'ida 3 oylikmi nobud bo'lgan. Ikkinchi marta turmush qurdingiz, keyin shuncha payt bepushtlik bo'ldi. Turmush o'rtog'ingiz ham boshqa farzandlari bor, lekin umumiy farzandinglar yo'q edi. Farzand oldingiz. Follikulalaringiz rosa ko'p. Rubalaringizni tekshirdik, o'tkazadi. O'zingizni ham, xo'jayiningizlarni ham tekshirdik, ammo homiladorlik bo'lmadi. Nima turtki bo'ldi? Davayte eko qilamiz deyishga. Men albatta bo'lishiga, bir ko'zingiz oldida gul ko'tarib kelishimga ishonardim. Oxirigacha kurashaman dedi. Mana Allohim sabrimni hammasi mana mukofotladi, alhamdulillah. Ko'p klinikalarga, ko'p doktorlarga uchradim. Ko'plarda 2 yillar qilib davolanib. 12 yillik sabrlarni mevasini Allohim yetkazib turibdi, oxiri bilan yetkazsin. Eson-omon qo'ygan embrionchalarimiz vaqt soatida qo'lingizga shu gullarni ko'tarib kelgandek ko'tarib keling. 200 dan oshiqgacha chiqdi. Xudo xolisa 12 kundan keyin yana kelsangiz, o'zida qilamiz. 2-3 oy natija bo'lmagandan keyin darrov boshqa doktorga ketishadi. Lekin siz mana 2 yil, 3 yildan beri faqat menga kelibsiz. Nimaga bunaqa qildingiz? Nimaga bo'lmadi-ku, mana shuncha ferzanozolayni, shuncha dorilarni ichdik, shuncha analizlar topshirdik. Lekin bo'lmadi-ku deb nimaga ketib qolmadingiz? Avvalo odam ixlos qilish kerak. Bir kishiga o'zini ishonchi, fikri bo'lmasa, ikki xat bo'lib buketlarni olib kelaman, ko'tarib kelaman deb narsalarni oldiga qo'yib eko qildirmaymi deb o'ylanib turgan juftliklarga nima degan bo'lardi? Eko jarayonida siz uchun nimalardir qiyinchilik tug'dirdimi? Ayting to'g'risini. Qaysi etaplar sizga qiyin bo'ldi? Eko qildiraman deganlarga qo'rqmasdan qildirishni taklif beraman. Mana men 13 yil umrimni o'tkazganman. Alhamdulillah. Bir og'riq bo'lib, bir qiyinchiliklar bo'lib, ishga bora olmay, mana yoningizdagi farzandingizga qara olmay, bir qanaqadir qiyin vaziyatlar bo'ldimi? Yoki semirib ketdingiz bu dorilardan? Yoki bir qanaqadir boshqacha qiyinchiliklar, shikoyatlar paydo bo'ldi? Unaqa narsa bo'lgani yo'q. Oldingi og'riqlarimdan naborot hozir yengil, yaxshi bo'lib qolgan. Bunaqa natijadan keyin hamma narsalar esdan chiqib ketadi. Inshaalloh bolajonlaringizni qo'lingizga olib, ularni boqayotganingiz shu 13 yil ham esingizdan chiqib ketib qoladi. Voy, bo'lganmidi shunaqa? Shunaqa qiynalib yurganmidim? Shunaqa Allohim o'zi baxt ulashib qo'yadi. Qizgan boshingizdagi qiyinchiliklar esdan chiqib ketsin. Bu yog'iga faqat yaxshilik bo'lsin. Aytganimdek follikulalaringiz ko'p. To'xtata olmay qoling. Homilador bo'lishi.